Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, tanijoningiz sog'mi, xonadoninglar tinchmi hammanglar? Shunaqa odamlar bor ekan. Mana shu bittasi aytdiki, nima qilasan, o'zing bir nima videolar qilib, yo'q, undan deb odamning motivatsiyasini o'ldiradiganlar bor ekanda. Keyin o'qildim, yurdim, keyin shu videolar qo'ygim kelmay qoldi. Keyin qarasam, oradan vaqt o'tdi, ozgina vaqt o'tdi-da, mana chiqarmay qo'ydim-ku, agar sezgan bo'lsanglar. Tashqari bir 3 ta 4 ta blogerlar bilan ko'rishib qoldim. "Aka" dedi. "Unaqa qilmang" dedi. "Videolarni dedi qo'ying" dedi. "Unaqa o'zingizni shashdingizda" dedi. "Umuman pasaytirmang. Dalshi davom etavering. Yomon ketmayapsiz. Hammasi yaxshi" deb normalniy motivatsiya berib qoldi. Endi kommentda kim, nima, qanaqa yozishadi, bilmadim. Qanaqa ketyapti, to'g'ri ketyaptimi, yo'qmi? Mayli, sizlarning ham fikringlar menga juda ham qiziq. Kommentlaringni yozinglar. Iloji bo'lsa maksimalniy podдержка qilib, qo'llab-quvvatlayverasizlarmi? Qo'limdan kelgancha harakat qilib beraman. Mashina temasida ham ketyapmiz. Hozir mana danli momentda yana bitta biznes ochganman. Bu videoni ham qo'yib bordim. Bu biznesimda sport tovar masalasi bo'yicha qo'yganman. Ozgina shuni bilan ovora bo'ldim. Xudo xolsa maksimalniy to'ldirishga harakat qilaman. Men buni dastlabki xizmatlarini ham qilib beraman. Bu reklama emas, prosta shunchaki o'zimni ishimni ko'rsatib borishga harakat qilaman. Undan tashqari mebel sohasida ham ishlayman. Nobodoga kimgadir qiziq bo'lsa, Xitoydan, Turkiyadan mebel ham olib kelamiz. Ularni ham sizlarga qo'yib berishga harakat qilaman, maksimalniy qo'yishga harakat qilaman. Bu o'zi основной bu profilim mashina temasida. Mayli, orasida shularni ham qo'shib ajratmayman-da, hammasini bitta profilga joylashtirib ketaveraman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, agar bitta like bosib, qiziqtirib, misol uchun qiziq bo'lsa, qiziq deb yozib yuboringlar. Plus qoldirsanglar ham mayli, qanaqa hamdir. Nima temasi mani sohamda, agar mani ichida, mana shu shug'ullanib yurgan soham ichida kimgadir qiziq bo'lsa, sizlarga qo'limdan kelgancha maksimalniy arzon qilib berishga harakat qilaman. Mani profilimdan kelgan bo'lsanglar. Shunaqa odamlar ham bor ekan. Mana shu videoni oxirida ham aytib o'taman. Shunaqa gap gapirdiki, menga nima deydi? "Yoshingiz katta bo'lib qolibdi-yu" deydi. "Yoshingiz katta bo'lganda nima boshqa ishingiz yo'qmi?" deydi. "Qiladigan ishingiz yo'qmi?" deydi. Misol uchun aytishyaptiki, menga yaxshi katta blogerlar bilan, даже mana Ibrohimlar bilan ham gaplashganimda, Avtotuning yurg'izadigan Ibrohim, даже Abdurahmon akalar hammalariga gaplashdim. Shular bilan, "Ya aka" deydi, "to'xtamang. Qo'zingizni qo'lga oling, bemalol. Odamlar hamma narsa yozadi. Hamma har xil gapiradi. Qo'lingizdan kelgancha maksimalniy harakat qilavering" dedi. Shu katta mana shu mayli taniqli odam bo'lishganmi, o'shalar shunaqa motivatsiya berib, odam ruhini qo'llab-quvvatlab mana darajadaga olib chiqishyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarni fikringlar qanaqa? Shunga sizlarni meni o'zim ham normal, ya'ni bu obunachilarim bor. Men obunachilarimni juda ham hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman, chunki ularga har bittaligiga yozganligiga javob beraman. Mabodo bu profilimni ham belgilab ketaman. Keyin yana bitta profil ochganman, u yerda ham qo'yib boramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa sport tovarlar, kimga qiziq bo'lsa, hammaga misol uchun aytib ko'rsatib, maksimalniy mana основной детский samolyotlar deysizlarmi? Любой 3000 xildan oshiq tovarimiz bor. Faqat butga sig'maganligi uchun kim nimaga kerak bo'ladigan bo'lsa, sportga tegishli hammasini men iloji boricha maksimalniy profilni belgilab ketaman. Sizlarga javobini berib, narxlarni ham hammasini qo'yib berishga harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin.